Onam va yaqinlarim uchun Madinada iftorlik uchun tayyorgarlik. Keyingi Ramazonda siz ham yaqinlaringiz bilan Madinaga kelib iftorlik qilishingizni Allohdan so'rayman. Birinchi bo'lib palovxon to'rani boshladim. Madinada sariq sabzi bo'lmagani uchun Toshkentdan ko'tarib keldim. Bahor boshida Madinada bo'lganim uchun chalpak saylini shu yerda boshlab yubordim. Yumshoqini chalpak retseptini saqlab oling. Idishga tuz, tuxum, qatiq, sut, to'g'ralgan ko'kat hamda drojani solib aralashtirib, un solib xamir qilamiz. Turon Madinada ham bor ekanmi deb hayron bo'lmanglar. Buni ham Toshkentdan ko'tarib keldim. Sababi Turon bilan hamma shirinlik va pishiriqlarim o'xshab chiqadi. Qolgan xamirimni biroz tindirib, zolachalarini yasadim va ko'rsatilgandek qilib yoyib oldim. O'choqda qovurilsa mazzada yog'da qovurib oldim. Sumalak saylida cho'p yordamida aylantirishganini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi shunaqa qilib aylantirib pishirib oldim. Bu arada iftorlikka ham ozginagina vaqt qoldi. Yetilib qaynagan zirvagimga guruch solib, oshni hojam bilan birgalikda dimlab ham oldik. Osh yoniga 2 xil salat hamda mevalardan qo'ydik. Og'iz ochar ham bo'ldi.